o'zlarini xo'rlab, sochlari, soqollari to'zigan, qoraygan holda kelib ibodat qilishadi deb maqtaydi-da. Ayting, meni ham soch soqolim to'zib, qorayib, bu o'zimni xo'rlab, peshanamni o'sha Arofatda sajdaga qo'yib, men ham Arofatda turib haj qilib turib, bugun Xudodan so'rab oling. Alloh taolo hajga nasibingizni qo'shib qo'ysa hech narsa emas. Hech narsa emas. Bizdan nima? Qushlar nimaga bunday osmonga uchyapti? Qanoti borligi uchunmi? Biz ham uchishimiz uchun Xudo taolo mana shunday dargohiga qo'limizni ochishimiz. Biz ham qo'limizni ochsak, o O'zbekistonda qanday g'amlarimiz bor, kamlarimiz bor, hammamiz yaxshi bilamiz-a? Bola-chaqamizda, qo'ni qo'shnimizda, boshqada o kelinlar yozib yotibda yig'latadi bilib oling. Domla kechalarimiz bedorda o'tib ketyapti. Biz ham shu bag'rimizga bir bola olsak, shu qaynamiz haydab yuborarmikin degan gumonda yashaymiz. Domla shuna ulug' joylarda yurasizlar, shu duo qilinglar. Biz ham shu baxtga erishaylik. Biz ham bag'rimizga bir chaqaloq bosaylik deb yig'latadi odamlar. Bugun xolis duo qilinglar, shular ham farzandli bo'lsin. Musulmonni bolasi befarzand o'tmasin. Qanchalarini kelinlarga bigisan deyot qaynalar, o'g'ling yo'q. Yaramaslar. Bugun shularning haqqiga duo qilinglar, qaynasiga insof bersin, kelinlarga o'g'il bersin. Alloh taolo Qur'onda aytadi, men xohlaganimga qiz beraman, xohlaganimga o'g'il beraman, xohlaganimga ikkalasini ham beraman, xohlaganimga ikkovini ham bermayman.